Uchtepa tumanidan Bedapoya mahallasidan katta yo'ligacha taxminan 50 metr bo'lyapti. Mana ko'rishinglar ham bo'ladi. Mashinalarimiz serqatnov. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya, barcha narsasi bor. Mahallamiz asfaltlar, juda ham zo'r mahalla. 5-2 sotuv ekan, hujjatlarda hech qanaqa muammolar yo'q. Burchada joylashgan, fasad qismi 25 ga 26 metr bo'lyapti. Qarang, burchada joylashgan. Juda ham zo'r xonadonimiz. Hovlimizga kirganimizda asosiy eshikdan bu yoqqa o'zi kottej quraman siz ham kamida 4 ta kottej sotsangiz ham menimcha zo'r variant deb o'ylayman. Asosiy darvozadan kirganimizda bu yoqdan katta mana ko'rayotganinglardek burchada joylashgan, tarsovoyda kommunikatsiyalari barchasi bor. Bu yoqda agar o'zim yashayman, maza qilib siz ham aka zo'r variant deb o'ylayman. Mahallamiz juda ham foizli mahalla. Ko'rishinglar mumkin, xonadonimiz ham juda ham chiroyli, narxlari ham yer hisobida bo'lyapti. Juda ham chiroyli. O'zi betda narx-navolari o'zingizlar bilasizlar, kommentariyada yozib qoldiringlar narx-navolarini ish biligini. Xonalarga keladigan bo'lsa, 4 ta xona plus bitta ayvon va balxonadan tashkil topadi. Yuvinish xonalari ham barchasi bor. Holati juda ham zo'r xonadonimiz. Bu yoqqa o'zi biznes qilsangiz ham zo'r variant bo'ladi. Magazin, do'konlarimiz ham bor ekan, ish faoliyatini yuritib turishdi. Kottej quraman siz ham darvozalarni aka, men burchalardan zo'r tushirasiz-ku. Hozir xonadonimizni agar sizlarga yoqqan bo'lsa, egalari nomerini pastda qoldiramiz, bemalol telefonlashib, savdolashib, shu ko'rgan joylarni xarid qilsanglar bo'ladi. Kanalimizga ulanish esdan chiqmasin, bilaman, like bosib qo'yingiz aka. Addi shu hurmatdasiz.